maza qildik. Shuri, bir saunaga ham kelib tur, kir yurami oshna. Bo'ldi, oshna gap yo'q. Bu sen ham tushunding-a? Bunday choyxonalar chaqirani kelib turishgan, oqibatimiz ko'z tegmasin bola. Aka shot terib bering. Mana aka shotinglar, xush kelibsizlar. 900 ming so'm bo'pti. Kecha kredit to'ladim bo'ldi, ishoninglar shu kredit yomon jonga tegdi bori. Men aytmaysanmi? Kecha shu mashinani moyni almashtiryapman-da. Ana, bu galereyamda mana hozir ochdim ko'rib qoldim. Mana massajga borganda videoga olib qo'ygan ekanman-da. Nima qilamiz? Men tura oladi, u biroq ko'rmaydi-yu. Shuri, hozir kulganingiz esimga tushib ketib qoldi oshna. Bitta qiz bilan mos tushgan rasming bor ekan, bilmayman, yotib olsam taniysan? O'chirib yuboraman dedingmi buni? Yo'q, o'chirib yubordim, korzinkada qolib ketib qolibdi. Ya, bu muammo emas. Mana shot muammo bo'lyapti, nima qilamiz shuni? Shotda o'zimiz eplaveramiz, ha? Kredit yarmini to'lamadim, ashuna beraveramiz, ha, jigar. Men ham o'ylab ko'rdim. Mashinaga oyoq qo'yib yuborsa ham bo'lar ekan. To'laveramiz, jo'nataman. Jo'nataman, jigar. Yo'q, bolalar, men o'zim to'lab qo'yaman. Yana men hali o'rni yo'q. Bir simdoshlarning ichidagi bir haligi illat odam deb o'ylashman, tushunishding-a? Yo'q, oshna, sen vashi o'nning katta, vashi. Bo'ldi. O'zi ikkita shashlik ham qo'ydirish yosh uyab ketaman, ha.